2027 Chery Tiggo 7 Pro zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoverlardan biri hisoblanadi. Ushbu model Chery kompaniyasining so'nggi dizayn uslubini namoyish etib, yanada agressiv old panjara, ingichka full LED faralar, yangilangan bamperlar va sport uslubidagi kuzov elementlari bilan yanada jozibador ko'rinishga ega bo'lgan. Shahar ko'chalarida ham, uzoq masofali sayohatlarda ham Tiggo 7 Pro zamonaviy ko'rinishi va qulay haydov tajribasi bilan ajralib turadi. Avtomobilning tashqi qismi aerodinamik shaklda ishlab chiqilgan. Xrom bezaklar, katta o'lchamli qotishma disklar, panoramali tom, elektr boshqaruvli bagaj eshigi va zamonaviy orqa LED chiroqlari avtomobilga premium ko'rinish beradi. Kuzov sifati va bo'yoq qoplamasi ham avvalgi modellarga qaraganda yanada yaxshilangan. Salon qismi yuqori sifatli yumshoq materiallar bilan bezatilgan. Haydovchi va yo'lovchilar uchun keng ichki makon, ergonomik o'rindiqlar hamda zamonaviy interyer uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Old o'rindiqlar elektr sozlanishi, isitish va ayrim versiyalarda shamollatish funksiyalariga ega. Ikkinchi qator yo'lovchilari uchun ham keng oyoq joyi va qulay o'rindiqlar taqdim etilgan. Old panelda katta raqamli asboblar paneli va yuqori aniqlikdagi sensorli multimedia ekrani joylashgan. Tizim Apple CarPlay va Android Auto, Bluetooth, uz portlari, ovozli boshqaruv, navigatsiya hamda simsiz telefon quvvatlash funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Premium audio tizimi musiqa ixlosmandlariga yuqori sifatli ovoz taqdim etadi. 2027 Chery Tiggo 7 Pro turli bozorlarda 1.5 litr turbo yoki 1.6 litr tigda turbo benzin dvigateli bilan taklif qilinadi. Ayrim hududlarda esa yangi plug-in hibrid (PHEV) versiyasi ham taqdim etilib, kuchliroq gibrid tizim, tezkor quvvatlash va elektr rejimida harakatlanish imkoniyatini beradi. Dvigatel 7 pogonali dit avtomatik uzatma bilan birgalikda silliq va tezkor harakatlanishni ta'minlaydi. Yangilangan PHEV versiyasi yanada kuchli gibrid tizim va zamonaviy energiya boshqaruvi bilan taqdim etilgan. Yurish sifati ham sezilarli darajada yaxshilangan. Mustaqil osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlaydi. Elektr rul boshqaruvi yengil va aniq ishlaydi. Avtomobilning shovqin izolyatsiyasi esa salon ichida sokin muhit yaratadi. Xavfsizlik masalasida Chery Tiggo 7 Pro zamonaviy ADAS tizimlari bilan jihozlangan. Adaptiv cruise nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, bolakni ushlab turish yordamchisi, kor nuqta monitoringi, 360 darajali kamera, old va orqa to'xtash sensorlari, yo'l belgilarini aniqlash, haydovchi charchoqlarni nazorat qilish hamda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari avtomobilning asosiy afzalliklaridan biridir. Bagaj hajmi kundalik foydalanish va oilaviy sayohatlar uchun yetarli. Orqa o'rindiqlar bukilganda yukxona yanada kengayadi va katta hajmdagi yuklarni joylashtirish imkonini beradi. Salon bo'ylab ko'plab saqlash bo'limlari ham mavjud. Yoqilg'i tejamkorligi ham modelning kuchli tomonlaridan biridir. Turbo dvigatel yuqori quvvatni iqtisodiy yoqilg'i sarfi bilan uyg'unlashtiradi. PHEV versiyasi esa kundalik qisqa masofalarda elektr rejimida harakatlanish orqali xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. 2027 Chery Tiggo 7 Pro zamonaviy dizayn, kuchli dvigatel, ilg'or xavfsizlik tizimlari, premium interyer va boy texnologik imkoniyatlarni birlashtirgan muvaffaqiyatli oilaviy SUV hisoblanadi. Agar siz zamonaviy ko'rinish, yuqori qulaylik, ilg'or funksiyalar va ishonchli haydash tajribasini taklif qiladigan yangi crossover izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model eng qiziqarli variantlardan biri bo'lishi mumkin. Ushbu videoda biz avtomobilning tashqi ko'rinishi, saloni, dvigateli, texnologiyalari, xavfsizlik tizimlari va eng so'nggi yangilanishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qilishni unutmang.